Azizlar ko'rayotganinglardek, rahmatli Mubina qizchamiz kabi bir xil og'ir dardga chalingan Sabina qizchamizni juda ham shirin. Etapi birinchi jarayoni boshlangan. Biz Mubina qizchani qutqara olmadik, lekin Sabina qizchani hayotini saqlab qolsak bo'ladi. Hozirda bularda bir nechta kasallik yuraklarida bor va biz darhol srochniy operatsiya qilishimiz kerak. Nafas olishlarga e'tibor bering, bu yurak bilan o'pkani to'liq yaxshi ishlamayotganligini sabab. Bolaning qo'llari ko'karishi, oyoqlari ko'karishi, lablari ko'karishi boshlagan. Sababi yurak уже o'z faoliyatini ishlab qilib bera olmayapti. Biz bitta qizchani yo'qotdik. Bu qizchani yo'qotishni xohlamaymiz. Mani ko'rayotgan hammalardan iltimos qilib so'raydigan narsam, shu videoga bir dona like bosib qo'ying. Hech bo'lmasa 10 ta insonga tarqatib qo'ying. Videoni bitta istoriya qo'ying. Qarang, men bloger emasman. 10 mingta odamim yo'q demang. 10 ta dona odamingiz bo'lsa ham hech bo'lmasa shu istoriya qo'ying, o'shalarga tarqating. Bu qizchani hayotini saqlab qolsak bo'ladi. Bitta qizchani juda kech qilingan operatsiyani deb biz yo'qotdik. Hozir darhol tez operatsiya qilishimiz kerak. Atiga 48 soatgina vaqtimiz bor. Hammalardan iltimos qilib so'rayman. Kurashing. Bitta qizchani hayotini saqlab qolaylik. Endigina 3 yoshda. Shunaqa shirin qizcha yurak kasalligini eng og'ir darajasida birinchi etapi. Har bir jarayonni har doimgidek hisobot qilib sizlarga taqdim qilib etib hammasini qo'yib berib ko'rsatamiz. Faqat befarq bo'lmang. Oxirgacha biz kurashamiz. Siz yonimizda turib bering. Agar kartalar blok bo'lib qolsa, boshqa kartalarga harakat qiling. Aldanib qolmang. Profil faqatgina Abdulboriy Umarov profilida videolar qo'yiladi. Alloh bilan gaplash iloji bo'lganda, Allohga nima degan bo'lardi? Shu qizning dardiga shifo bersin bo'ldi. Boshqa hech nima so'ramayman. Yana bitta narsa so'rayman. Ona uchun eng katta yo'qotish bu nima bo'lishi mumkin?